Ustoz bo'lmasam o'sha coaching tizimida kirish jarayonida siz Toshkentdan asosiy haligi trening sohasini boshlaganmisiz yoki Buxoro bozoridan boshlaganmisiz o'sha payt? Buni men har joyda aytmaganman. Aha. Men Toshkentdan u ishdan ketdim. Shu ishni Buxorodan ko'ray degan g'oya bo'lgan. Keyin bir nechta kompaniyalarga qo'ng'iroq qilib chiqqanman. O'zingiz? O'zim sotuv bo'limi yo'q. Yo'q, hech kim yo'q. Bitta o'zim. Bitta to'yxona Topway o'sha 3 ta to'yxona bo'lsa, uchalasi egasi bilan gaplashganman. Bordim, bittasi bilan gaplashyapman. 70 ta xodim bor. Ish juda ko'p. Umuman ta'ziyaga borishga vaqtim yo'q deyapti. Har kun to'y bor. To'yxonalar ham ko'payib ketgan. Avvallari 30 kun to'y bo'lgan bo'lsa, hozir где-то bir 15 kun to'y bo'ladi. Masalan, dedim, klientlarni ko'paytirish uchun nima ish qildingiz? Biron bir marketing reklama uchun bir nimadir qildingizmi desam, aytayaptiki, dedi, reklama bersam odamlar o'zi o'ylaydiki, buni ishi yaxshi yurmayotgan deb o'ylaydi. O'sha uchun yo'q, qilmayman. O'sha davrisi edi. Men qaradim, chota dedim. Hali dedim, vaqt bor Buxoroda degan narsani boshlashga. Keyin aytdim, Toshkentga ketaman.